Shoda Store magazinidan kiyimchalar kelgan. Давайте shunga outfit qilamiz. Baletkalar kelgan. Вот judayam chiroyli. Такой летний, романтический. Ochib qaradim, ko'rdim nima ekan deb. Mana shunaqa futbolочка, orqasida leopard. O'ylanglar, что biza женщина leopard biza. Yerda yana mana bunaqa kartochka topib oldim. Bu короче 10 ta покупка qilasizlar, 10-chisi 50% skidka bo'ladi. Bu kishidan yana men chexol olgandim и sumочка. Bu sumочкамni olgandim. Zakolkalarni ham u kishidan olganman. Chexol ham u kishidan olgandim. Roze такой pikmi. Shunaqa. Bu yubочкам o'zimni bor edi. Ozgina qatladim. Такой romantichniy obraz bo'ldi. Mana bunday qilayman, bitta yoki bog'layman. Baletkani kiyamiz. Mana shunaqa baletkalar bilan. Mana shunaqa. Hozir men buni taxlayman. Mana shunaqa qilib taxlab qo'ydim. Надеюсь, bu bilan men sovuq yemayman. Mana shunaqa chiroyli такой нежный, романтический obraz bo'ldi. Shunaqa qizlar. Va bugungi obrazim tugadi. Va bugungi obrazim mana shunaqa qizlar, такой романтичный. Я надеюсь, o'ylaymanki sizlarga yoqdi. Menga yoqdi, такой романтичный. Stilizovat qilishni, nimadir qilishni o'rganish kerak. Так что для начала нормально. Lavjamga, конечно, gap yo'q. Yana aytaysizlar? Yana aytasizlar, что lab qilish kerak, botoks, shu. Я и так красивая.